Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yo o'lay, yo o'lay. Artist, ana artist. Petrushkami kim edi? Rayhonman. Rayhon, sizni rosa yaxshi ko'ramiz, oilaviy muxlisingizmiz. Birga uchamiz ekanda? Ha, shunaqa. O'tda ko'rishamiz, o'ting biz tomonga ya. Rayhon, men sevaman. O'chini eri bor. Qani? Ha? Mana. Asalcha. Rostomizku. Asta sezdirdim. Yana bitta qara, Bitta qara. O'zi. Qachon nima qilyapsan? Hammang kelma endi, onasini ham sen. Rasmga tushaylik, selfie qilamiz. Sovqatim yapsizmi? Men sevaman, o'ylaygar sevaman bak. Chura. Yeri bor, mol. Yo ichma napitkasini nima ichyapsan? Kechirash. Shalom. Aka, nima qilyapsiz? Ramashkamidi kim edingiz? Rayhonman. Rayhon, bitta savolimiz bor edi, agar malol kelmasa. Rosa qiziqamiz. Ani qizil ko'ylagim meniki emas degansiz. O'sha ko'ylak kimniki? Innamniki. Inangiznikimi? Enasiniki. Men aytdim, katta u ko'ylakda. Amma rasm tushungan ko'ranish kim ekan? Rayhon-ku, menga yoqmaydi. Gruppadagilar, men O'zbekiston havo yo'llarida biznesda Rayhon bilan uchaman. Ovqatlarni qaranglar, ovqatlari вообще zo'r ekan, вкусно. Rayhon jo'ra bitta bularga qalaysizlar devor. Aka, to'g'risi jonimga tegdi. Tinch qo'yinglar mana. Kibir ekan. Hurmatli yo'lovchilar, o'z joylarga o'tib olinglar. Bo'pti, kabach kim edi isming? Rayhonman. Rayhon. Vino ichasanmi yo'qmi? Yo'q. İçmasang bizga olib ber, bizni limit tugadi, orqada ichamiz. Davay. Men sevaman. Sevma shuni, nimasini sevasan? Nimasini sevasan? Vino beryapti bo'ldi. Men Rayhonni ko'zini sevaman. Ko'zingizni sevar, ko'zingizni qising siz. Mana qo'ying. Turgan butganni sevaverasiz ekanda siz. Voy sukar desangni ham sevyapsan. Yo'q, kerak emas.